Qarang, ikkita sok berasiz, mana makaronlardan ham berasiz, qovun tarvuz berasiz, pomidor, bodring hammasi 2 kilo berasiz. Kartoshka bormi? Bormi? Jon uka, 4 marta gapirding, tushunmadim. Men yozib beraqa. O'ldirib qo'ydi. Qayerdan o'ldirdi? Joyini ayt. Men o'lgan joyda turibdi. Daldan kelyapti, daldan. Dalda ekan, dalda. Ko'rding? Mana yonboshingni tur. Tepangni tushir. Pachinki deydi. Ko'rding? Nima deyapsan, ey? Nima berasiz? Qarang, bitta osh berasiz, 5 tekst berasiz, manti berasiz. Manti bo'lsa zelang kerak emas. Xo'p, bitta qatig'ini qo'shib oling. Non, choy, salat ichida bo'lsin. Maylimi? Kola ham bering, 1,5 litr. Hozir. Qarang, yana qaytaryapman. Osh kerak, 5 tekst kerak, manti kerak. Manti bo'lsa zelang kerak emas. Qatig'i ichida bo'lsin, non, choy, salat ichida bo'lsin. Boya aytgandim, yozib oling, 1,5 litr kolani ham aytdim boya. Bor, menejer chaqir. Ukam, nima his qilyapsan? Sizga nima, yo'lingizda davom etib ketavering. Rahmingiz kelib endi so'rayapsiz, ha, begona odamdan. Boring, ketavering. Aka gapiraver, eshitaman. Aka gapiryapman, abo qilyapsizmi nima? Yuragim ezilib ketdi. Hamma chayka deydi, tez gapiraman, bilaman. Nima qilay? Shunaqa yaratilganman-da. Nima qilay? Azoblarimni doj bermayapman. O'zim o'ldirsam-ku, nima qilay? Gapirsang eshitamanmi? Ana ag'bo qilyapsiz-da. Men chayka emasman. Nima qilay? Alo, ha, ona, telefon qilsiz, tinchlang. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Gap so'zni ko'paytirma, tushundingmi? Alo, ona. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Uydalar yaxshimi? Onam aytgan siz bo'lsangiz kerak, uchrashuvga chiqaman. Men o'sha bolaman. Turmush quramizmi? Ko'plar farzandlarimiz bo'ladi. Nima deysiz? Yigitingiz yo'qmi? Ha? Assalomu alaykum. Voy, bila.